16 yillik bepushtlik, bemorimiz 41 yoshdalar, Surxondaryodan keldilar. Azospermiya, urodagi barcha ko'rsatkichlar 0. Bemorda moyak hajmi 8 kub, 20 kub bo'lishi kerak bo'lgan moyak 8 kub. Bemorga biz 30% shansiz bor dedik. 10 tadan 3 ta bemorda urug' topiladigan holat deb tushuntirdik. Bemorimiz Surxondaryodan keldilar, sodda qishloqning odami. Hammasini bemorlar o'zidan eshitdilar. Haqiqatan rost 16 yillik davolanishlardan keyin shu yerga keldim. Oxirgi ilinj, oxirgi imkoniyat qo'ldan qo'yib bergim kelmadi. Internetda ko'rdim. Haqiqatan ham urug' chiqdi. Nasib Xudo xohlasa ota bo'layotgan baxtga muyassar bo'lib turibman. Boshqacha hissiyot bu. Va abzatlinda boshqacha. Rossiyada ham nima deyishgan? Rossiyada ham pashta 10 yildan ko'p davolanganman. Juda katta klinikalarga ko'ringanman. Bu yerda bo'lmaydi deyishgan. Imkon yo'q degan. Har qanday davlat, har qanday kuchli klinikada sizga bo'lmaydi desa ham Allohdan umidingizni uzmang. So'rashda davom eting. Mana aka 16 yil davomida yengilmaganlar, harakat qilganlar. Mana shifosi shu yerga yozilgan ekan. Biz faqatgina sababchi bo'ldik. Yaqinlaringizda ham azospermiya bo'lsa, davolanishdan foyda yo'q. 95% holatda foyda yo'q. Murojaat qiling. To'g'ri yechimni sizga tavsiya qilishga va'da beramiz. Bemorimiz raqamlarini yozib qo'yamiz. Bemalol batafsil ma'lumotlarni, holatlarini o'zlaridan so'rab bilishinglar mumkin. O'zlari ruxsat berdilar. Bemalol telefon qilaversin. Qanaqadir yordamim tegsa, uni qilsa xursand bo'laman. Menga o'xshagan o'ziga o'xshagan bemorlar shifo topsa, men xursand.